23 million so'mga Massimo Dutti'dan qanaqa obraz yig'sa bo'ladi, ko'ramiz. Hozir Massimo Dutti bilan keldim. Birdaniga klient chiqib qoldi. Kintirish kerak ekan, Qozog'istondan mehmon kelgan. Endi bu hozir ham kintirib obrazdan sizlarga bir-bir ko'rsataman. Birinchi podborkani monoxrom ko'rinishda yig'dim. Shimmeyan futbolkani ham sostavi 100% lyon va past qismiga bo'lsa o'sha jigarrang rangda lofer podborka qildim. Ikkinchi obrazi bo'lsa ranglarni har xil qildim. Shimmeyan ko'yning ham sostavi 100% lyon. Oyoq kiyimgi bo'lsa to'q ko'k rangda shunaqa zamshoy lofer tanladim. Pidjak bilan jinsi kiymaganimga ancha bo'ldi deganlar uchun bitta pidjak va jinsi bilan shunaqa obrazdan podborka qilib berdim. Bu pidjakka boshqa obraz bilan ham kiysanglar bo'ladi keyinchalik. O'zim bo'lsa borib kassaga hammasini hisoblabtirdim. Bugun birinchi martalab klient bilan borib ishladim. Klientimiz Qozog'istondan kelgan ekanlar. Bir oy kelib ketayotgan ekanlar. Bir ikkita obraz yig'ish borish kerak edi. Shuning uchun meni tez bo'lib chaqirishdi. Ko'rayotganlarki, bir nechta obraz yig'dik. Undan tashqari boshqa narsalarni o'zlari tanladilar. Ko'rayotganlarki, umumiy chekam qancha 23 millionga shunaqa chiqdi. Hozir birinchi martalab bunaqa tajriba bo'ldi. Ajoyib ekan. Baribir gap o'sha hamma o'zi yaxshi ko'rgan ish qilsa, maza qiladi.